oylab, yillab meni kutib, oxiri bugun klinika ochilgandan keyin yotib oldi bular. Manual terapiya bugun juda ham kerakli sohalardan biri. Bu yoq shogirdimiz O'tkirjon Nurmamatov bo'ladi. Mana opamiz grijadan aziyat chekib mana kelganlar. Birinchi kursga kelganimda yurolmay keldim. Ikkinchi kursga kelganimda mana yaxshi bo'lib yurib ketdim. Уважаемый patsientlar, yana bir sizga ko'rsatishimiz kerak. Bugun kelgan kasallik har bittasiga manual terapiya bugun juda ham kerakli sohalardan biri. Bu yoq shogirdimiz O'tkirjon Nurmamatov bo'ladi. Bu kishi 5 yildan beri menda ishlaydi. Shogirdim bu kishi. Mana bu kelgan kasallik hammasi massajga, manualga va zinda apparatga hammasiga tushadi. Mana bu yerda hammasi bor. Shu yerda protsedurni xonaga tashkillashtirganmiz, ham ukol, ham massaj ketiladi. Davay, mana bu kishilar bilan suhbatlashishingiz mumkin. Bular o'zi bevosita shu narsaga juda ham intiqib, oylab, yillab meni kutib, oxiri bugun klinika ochilgandan keyin yotib oldi bular hammasi. Biz mana Doktor Kobra klinikasida Odilbek Nazarov ustozimiz qo'l ostilarida mana 5 yildan beri faoliyatini olib borayotgan bo'lsak, asosan manual terapiya bilan shug'ullanamiz. Bizda manual terapiya bilan bo'yin osteoxondrozi, grijalarga, beldagi grijalarga yordam berib kelyapmiz. Mana opamiz grijadan aziyat chekib mana kelganlar. Opa, qachon kelgandingiz? Hozir ikkinchi kursga keldim. Birinchi kursga kelganimda yurolmay keldim. Ikkinchi kursga kelganimda mana yaxshi bo'lib yurib ketdim. Hozir mana ikkinchi kursga yana davolanishga kelganlar, davomiylik. Xullas, hozir sizlarga o'sha manual terapiyadan ozgina bir lavhalarni namoyish etamiz. Mana bu kishida mana bo'yinlarida ozgina osteoxondroz va miyozit belgilari ko'rinib turibdi. Bu narsa odamning uyqusini, asabini buzib va qo'llarga, boshlarga, ko'zlarga ozgina faoliyatida o'zgarishlar berishi mumkin. Qo'lga berganda qo'llarda uyushish, har xil simillovchi og'riqlar, tomir tortishlar berishi mumkin. Boshga berganda uyquda buzilishlar, boshda og'riqlar, uyqudan turgandan keyingi charchoq bilan turishlar kuzatilishi mumkin. Bunday holatda biz manual terapiya va Kobra toksini bilan 5 yildan beri odamlarga shifolashib kelyapmiz. Bo'sh tashing. Hoppa. Tashing. Erkin yana ham bo'sh qo'ying. Hoppa. O'zingiz erkin tashing. Bo'sh qo'ying. Yana bitta tashing, erkin. Bo'sh qo'ying. Agar sizni ham shunday muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.